keladi shoshib tog'i toshlardan oshib Navruz keladi shoshib tog'i toshlardan oshib Voy chechaklar bosh urdi ifor bilan talashib Voy chechaklar bosh urdi ifor bilan talashib Hey Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin shoshib sumalakni boshladi Kayvonim momam shoshib sumalakni boshladi Niyatni xolis qilib qozonga tosh tashladi Niyatni xolis qilib qozonga tosh tashladi Hey Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin dunyoga nur taratib rüyoga husn berib dunyoga nur taratib rüyoga Navruz keldi yoronlar keling Qashqadaryoga Navruz keldi yoronlar keling Qashqadaryoga Hey Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin Navruz bahona bo'lsin baxtdan nishona bo'lsin Rahmat, qanday ajoyib. Hali ham Otabek aka Navruz nafas sezilib turibdi. Bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat. Qarangki, chechaklar barq urib keldi Navruzim. Dondunim, oshnonim, ham rizqu ro'zim. Jahonga tik boqqan ey qora ko'zim. Xush kelding Navruzim, dillarga hamdam. Bizning quvonchlardan quvonsin olam deya yana Navruz tantanalari, yana boqiy qadriyatlarimizni ulug'lash, yana bahorni kutib olishga shay holda Fayzli kun musiqiy dam olish dasturi orqali sizlar bilan birgamiz. Albatta, assalomu alaykum. Bizni kutganlar bormi? Kayfiyat qanaqa? Biz Otabek aka bilan mana Fayzli kun dasturining navbatdagi sonini boshladik. Bahor mavsumi, bayramona kayfiyat va albatta bizni tomosha qiling, jonli efirdamiz. Eng samimiy lahzalar biz bilan birga va biz doimgidek xursand boshlayapmiz bugun ham. Kayfiyat yuqori. Albatta. Bahor oyida butun yurtimiz bo'ylab Navruz tantanalari uzoq va sermazmun tarzda davom etadi, chunki xalqimiz qaynar buloq, uning qadriyatlari turfa xil. Yildan yilga bu qadriyatlarimizni ulug'lab yoshlarimizga yetkazish esa bizning oliy vazifamiz aslida. Shunday ekan, ekran qarshisiga joylashib olasiz va aynan Qashqadaryo televideniyasini tomosha qilishga kirishasiz azizlar. Tongi 8:00, kechki 18:00 da jonli efir soatlarida bugun Qarshi madaniyat uyg'oshidagi Nasaf folklor jamoasining eng sara kuy qo'shiqlari, qolaversa baxshlarimizning terma navolari va siz kutmagan chiroyli taomlar tanovvulini ham biz bilan birgalikda qarshi oling. Bugun ham biz bayram qilishga shaymiz. Ey yashang, ana endi nonushta qilib olaylik. Bayramni davom ettiramiz. Bu yerda nonushta kutib turibdi. Nonushta sahifasi, undan so'ng yana biz dasturimizda mana shunday folklor taronalar va umuman olganda yaxshi dastur soatlar bilan davom ettiramiz. Mehmonlarimizni taom bilan kutib olaylik. Shunaqa qilaylik. Avval taom, keyin badas kalom, keyin qo'shiq deysizlar. Shunaqa. Unday bo'lsa azizlar, mehmonlarimizni biz oling. To'rga o'ting. Uyimizni to'ri sizniki, qalbimizni qo'ri sizniki deya to'rga mulozamat qilsak. Taklif etamiz. Siz ham biz bilan birgalikda qoling, birgalikda tanovvulga kirishamiz. Assalomu alaykum, Nasiba opa, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. To'rga o'tinglar, mehmonjonlar. Marhamat. Nonushta qilib olamiz endi.